Akasi qachongacha bizlar uyda yashaydilar? Uy olib chiqib ketsalar bo'lmaydimi? Kam hozir boshimda vasanim bo'lmasa, 3 ta bolam bilan qayerga chiqib ketaman? Aka, oilani kattasiz, xo'roz, juda halovat bo'lmayapti kelinlar dastida. Bu narsa qilib chiqib keting. Aka, ne uyga kirmayapsiz? Keling Hoji aka, yaqinda darvoza qo'yib berganda-yu, bizdan biror bir kamchilik o'tdimi? Sizlarning hech qanaqa kamchilik o'tgani yo'q. Menga ham darvoza kerak bo'lyapti otaxo'limga. Bilasiz, sizlar mahsulotingiz menga ma'qul keldi. Qalin hamda qo'lda qilinadi, qo'l mehnati. Bitta darvoza qilib bermasangiz bo'lmaydi. Hoji aka, mana bu darvozamiz ma'qul keladimi? Hozirgi paytdagi eng ideal, o'ta go'zal skrovniy fasonda bo'layotgan darvozalarimiz, high-tech fasondagi darvozalarimiz. Ishxonani kengaytirib, gaziro, kacheli, naves, perillalarni ham yo'lga qo'yganmiz. Yaxshi bo'pti lekin. Hoji aka, oldinga qaraganda narxlar yana ham bizdan arzonlashgan. Bu darvozamizni kvadrati 1.300.000 so'mdan olib borib ustanavga qilib beramiz. Yana bitta yengilroq darvozalarimiz bor. Bu darvozalarimizni 1 kvadrat metri 650.000 so'mdan. Sizga qaysi biri ma'qul bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatamiz. Yana unaqa deysan, ukam, tinchligini buzgim kelmadi. Bu otaxo'lini ko'rib, ota-onamdan keyin ancha to'kilib qolibdi uylar, ukam. Sal qarab qo'ymabsan-da. Aka, siz ketganingizdan keyin qo'lim ozgincha kaltalik qilib qoldi aka. O'zim qiynalib qolman, ro'zg'ordan oshira olmayman gap ochig'i. Uyga ustalar gaplashib qo'yganman, ukam. Fasadlarni qiladi. Kelgan Toshloq vodokanalni oldida darvoza ustalarni gaplashib qo'yganman. Borib turib o'zingga ma'qul kelganini olib bir uylarni remont qilgan. Agar pulim bundan yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, uyga o'tsam beraveraman. Gaplashamiz, ukam. Rahmat aka, rahmat, kelib turing.